Travertin narxlari arzonladi. Aynan hozir travertin qilayotgan vaqt keldi. Ustalar juda ko'paygan. Shularning ichidan sifatli uston topishga hamma qiynaladi. Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilarim, do'stlarim, yaxshimisizlar? Bugun sizlarga 10 yillik opti bor, qilgan ishiga 15 yil kafolat berayotgan Dilshod usta akamiz solib qo'yganman. Ishi juda sifatli do'stlar. Mana bu xonadonimiz 200 kvadrat, 10 kun ichida bitirganlar. Narx-navosi $8 $12 gacha ekan do'stlar. Xonadonimizga opsi kvadratiga $2000 ketgan. Kommentariya o'z-fikrlar yoz qoldiringlar. Dilshod akamiz mamlakat fasonlar o'zlari dizaynlarni yaratganlar. Buni sizlarga men nomidan chiqsalaringiz kvadratiga kirib ketadi. Alohida summa olinmaydi. Tega olib bersalaringiz, tegani bepulga yopishtirib beradilar. 12 ta viloyatga xizmat ko'rsatadilar. Samarqandlik Dilshod akamiz mana ishlari juda zo'r. Bu xonadonimiz yana bitta aytib o'tayotgan tarafi 1 yil oldin, ya'ni 2024-yilda bitgan. Bitta sovuq qishda ko'rib o'tdi. Hech joyga treshina ketmagan. Ideal do'stlar. Super moyshi travertin bemalol yuvarsalaringiz bo'ladi. 10 yil 15 yil garantiyasi bor. Xo'p, mana shu fasonimiz $10 dan bo'lgan, 200 kvadrati $2000 ga bitgan. Nomerlarini yozib qo'yaman do'stlar. Usta ko'p, sifatlisini tanlashda qiynalasizlar. Mana sizlarga sifatli va ishiga javob berayotgan, narxlari ham hamyonbop narxida bemalol aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. O'zbekiston 12 ta viloyatiga va Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonga ham borib xizmatlaringizni qilib beradilar. Like bosinglar, qo'ng'iroq qilinglar, sog' bo'linglar.